Uzun CSS dərsidəki 30-cu qism CSS tanlagıçlarını qruplarga ayırış. Dərsinin əsas məzmunu birinci tanlagıçlarını qruplarga ayırış, oxşaş xarakter qiyməti beriş bolğan elementlərni bir qrupqa qılıb yezishni ko'rsatadi. Məsələn, mə'əmli misal qaraydigan bolsaq, məsələn, body h2 p table qatorliq mushxat kuchlarniki buniki rangi kul rang bo'lsin demoqchi bo'lsak, mushlarni pesh orqali ayirib, malarni bir gruplab, bularniki xat rangi kul rang degan mush qiymatni bersak bo'ladi. Endi bu gruplanma holat qanday bo'ldi desak, masalan, mana qaraydigan bo'lsak, masalan, h1 dan h6 ga holatda biz buni gruplanma holatda har birisining rangi ko'k rang bo'lsin deb birma-bir yozishga to'g'ri keladi hammasini. Mush holatdagi yozishni biz oddiylashtirib, bularni oldidagi elementlarning nomini aklab, pesh qo'yish orqali bevosita hammasining rangini ko'k rang deb ayirib yozsak bo'ladi. Ondan keyin masalan mana bir qancha grupplash usullariga qaraydigan bo'lsak, mana birinchi grupplash usulida masalan h1 ninki rangi bilan mana h2 ninki rangi ikkisi o'xshash kul rang. h4 ning rangi mana kumush rang. Kumush rang bo'lsa biz buni h1 h2 h4 ni bir grupplab buning mana rangininki demisini xarakter qiymatini birlam qiymat bersak bo'ladi. Aniki mush holatda bularniki shu holatda yozgan qaraganda ostidagi holatda yozsak, grupplab texmi qulaylik bo'ladi. Va yoki 3-chi xil grup holatida holatda grupplashgan bo'ldi. Demak, buniki grupplashning usuli bir ikki xil emas, balki undan ko'p bo'lishi mumkin. Aniki o'rtaq qo'llanilgan tanlag'uch. Biz yana universal tanlag'uch deb atsak bo'ldi bu o'rtaq qo'llanilgan tanlag'uchni. Universal tanlag'uch odatda yulduz belgisi orqali aniqlab beramiz. Universal tanlag'uch orqali bir qatimla aniqlab berilsa, barliq elementlarga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yulduz belgisi qo'yib, holatda berilsa, bu mushtorbat yuzdagi barliq elementlarningki xat rangininki qizil bo'lganligini ifodalaydi. Undan boshqa oxirida yana bu kodni oddiylashtirib yozish. Kodni oddiylashtirib yozish deganda masalan h1 ning font 28 font family font nusxasi Verdana, andan keyin xatning rangi ko'k, tag rangi qizil degan holatda yozishni biz odatda oddiylashtirib mushtalam holat yozamiz. Buningki bu o'qishga qulaylik bo'lishni amalga oshirish uchun holatda ost-ustiga holatda kelib, andan keyin buningki har bir xarakter bilan qiymatini oldiga bir tab belgisi qo'yish orqali holatda yozsak, buni biz uslubni o'zgartgan vaqtda o'qishga texmi qulaylik bo'ladi. Ostidagi bu masalan bu biz ustida o'rganib o'tgan bu grupplash bilan bu keyingi o'rgangan har qaysi bilimlarni umumlashtirish orqali bu yerda ham grupplash, ham kodni oddiylashtirib yozish qatorliqlarni to'liq amalga oshirgan kod.